Sovuq kunda boshini yuvib, ko'chaga chiqqan bemorimizni yuzini bir tarafi to'liq ishlamay qolganligi haqidagi videoyimiz ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Buni asosiy sababi va nima qilsangiz sizda ham shunaqa holat kuzatilmasligi haqida aytib o'tamiz. Bosh yuvilganda issiq suv sababli bosh miyadagi qon tomirlar kengayadi. Siz esa ko'chaga chiqqaningizda havo salqin bo'lsa, bosh miyadagi qon tomirlar torayib, qon aylanishi buziladi. Mahalliy immunitet susayadi va tanadagi viruslar faollashadi. Buni natijasida yuz nervida shish, yallinlanish kuzatiladi. Yuz nervining ma'lum bir qismlari suyak kanali orqali o'tganligi uchun bu joyda yuz nervi siqilib, nerv impulslari o'tishi qiyinlashadi. Va buning natijasida yuzda falajlik yuz beradi. Bir tomonlama falajlik bo'lganda nimalar bo'ladi? Peshonada ajinlar yo'qoladi, qosh ko'tarilmaydi, lab bir tomonga tortib ketadi va yuzning bir qismi osilib qoladi. Bu holatda eng muhimi davoni erta boshlash. Agar siz davolashni birinchi 3 kunlikda boshlaydigan bo'lsangiz, sizning sog'ayishingiz 90-95% ni tashkil qiladi. Agar davolashni bir haftadan keyin boshlaydigan bo'lsangiz, sizning sog'ayishingiz 50% gacha tushib ketishi mumkin. Sababi dastlabki 3 kunlikda nerv hali o'lmagan bo'ladi. U faqat yallinlangan holatda bo'ladi. Agar siz davolashni kech boshlaydigan bo'lsangiz, nerv o'lganligi uchun davolash yetarli darajada samara bermasligi mumkin. Bosh yuvib ko'chaga chiqishdan oldin quyidagi tavsiyalarga amal qilsangiz, sizlarda shunaqa holat kuzatilmaydi. Buni barchasi haqidagi to'liq ma'lumotni opsiyaniyada yozib qoldiramiz. Bu videoni har kuni boshini yuvib ko'chaga chiqadigan tanishlarga yuborib qo'yinglar.